Xullas qarindoshlar, menda hech kim mevani olib, zubachisiga tiqib, anidan keyin bir rov shokoladni eritib, aynan o'sha mevamizni shokoladga botirib, olodelikda bir pas muzlatadigan bo'lsak, shunda hech kim bay shirinlik bo'lar ekanmish-ku. Maqtanib mazza qilib yeyishini qarasanglarchi buni. O'xsharmikan ha? Deb turib, imana o'sha otning uchkur mevani topdim qarindoshlar, biram qimmat meva ekan. Bu qimmat qiron bo'lgan mevani nomi nima qarindoshlar? Bilsanglar kommentariyada yozib qoldiringlar. Xuddi videoda ko'rsatilgandek qilib mevalarni ustiga zubachisiga tiqib, anidan keyin bir rov shokolad eritib olib, qimmatga olgan mevalarimni bir rov shokoladga botirib olib, ketma-ketlikda terib chiqdim. Xullas qarindoshlar, qarindoshingiz Xitoydan mahsulotlarni arzon zakaz qilish bo'yicha 2 kunlik bepul darsiga o'tkazmoqdaman. 2 kunlik bepul darsigini o'tkazib yubormaslik uchun Pro Film shapkasidagi aynan mana shu link orqali yopiq Telegram kanaliga marhamat qarindoshlar. Hali muzlatmasdan shokoladga botirib yeb ko'rsam, biram ajoyib mazza bo'lar ekan. Tayyor bo'lgan qimmat qiron mevalarimizni morosilkaga 5 minutga jo'natib yubordim qarindoshlar. Endi mana shu retseptdan ozgina shokolad ortib qoluvdi. Ortib qolgan shokolad uvol bo'lmasin deb rosa xizmat ko'rsatdim qarindoshlar. Ayni siz kutgan daqiqalar keldi qarindoshlar. Qarindoshingiz palon pulga olgan mevalarni ustidagi shokolad qotdi. Bismillah deb degustatsiyani boshlavardim qarindoshlar. Biram mazza bo'lar ekan. Qayta tinmasdan yeyotganimdan qanchalik mazzali chiqqanini his qilsanglar bo'ladi qarindoshlar. Prям mazza chiqar ekan. Bu retseptni umuman ovqat qilishi bilmaydigan dugoniylarga jo'natib qo'yish esdan chiqmasin ha.